O'zbekistonda tadbirkorlar uchun yangi aksiya Xolis Start 2 davom etmoqda. Birinchi bosqichda qatnasha olmaganlar endi ikkinchi imkoniyatdan foydalanishlari mumkin. Xolis Start loyihasining birinchi to'lqini muvaffaqiyatli yakunlandi. Tashkilotchilar natijalarni e'lon qildi va shartlarni bajargan barcha ishtirokchilar sovrinlarini olganini ma'lum qildi. G'oliblar ishtirokidagi videolar allaqachon e'lon qilingan. Bizning biznesda hozir yaxshi bo'ldi. Ana bu terminaldan ko'ra bu hozir xolis paynet, конечно yaxshi. Bu chunki sразу ham kartaga tushadi, ham biznesimizga yaxshi-da bu. Tushadi, sразу olasiz. O'sha yaxshi hozir. Bir tomoni olib qarasa bolajonim oson. Odamlar, xaridorlar o'rganguncha hali qiyin bo'ladi. Chunki ko'pchilikning masalan telefonda hali bunaqa narsa yo'q. Через paynet platit. Kimda klik bo'lsa, ular bir pasda xolis orqali to'laydi. Lekin yaxshi. Bir pasda plastikimizga pul tushadi. Xolis Start 2 2026-yil 20-yanvarda boshlandi va 20-aprelga qadar davom etadi. Aksiyada xolis orqali naqd pulsiz to'lovlarni qabul qiladigan tadbirkorlar ishtirok etishi mumkin. Hisobga QR kodlar, chiqarilgan hisob fakturalar va NFC orqali amalga oshirilgan tranzaksiyalar olinadi. Ishtirok etish uchun belgilangan aylanma kamida 200 million so'mni bajarish talab etildi. Har bir hududda top 5 ishtirokchilar shakllantiriladi va g'oliblar aniqlanadi. Tashkilotchilar ta'kidlashicha, loyiha kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va mamlakatda naqd pulsiz hisob-kitoblarni rivojlantirishga qaratilgan. Batafsil shartlar Paynet.uz saytida foydalanuvchi ofertasida keltirilgan. Keyingi videoda ko'rishguncha. Xayr.